Imom A'zam rahmatullohi alayh Fiqhul Akbar kitoblarida Qur'onni qanday ta'riflaganlar? Ba'zi bir firqalar Qur'onni maxluq degan, Hanafiylar kofir degan fikrda ekanlar va Imom A'zam bilan bir vaqtda yashagan ulamolarning fikri qanday bo'lgan? Javob uchun oldindan rahmat. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Albatta bu masala ham chuqurroq bir yondashuvni, chuqurroq bir diqqat qaratish kerak bo'lgan masalalardan biri. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh bizning mazhabboshimiz, ummatning faqihi bo'lgan zot. Bu zotga qadimda ham, undan keyin ham ko'plab ta'nalar bildirilgan. Lekin ulamoy kiromlar aytadilarki, Imom Abu Hanifa Imom A'zamga kim ta'na qilgan bo'lsa, ikkita odamdan xoli emas deganlar. Yo johil, yo hasadchi ta'na qilgan deganlar. Yo u kishining darajasini bilmaydigan odam, qanaqa ilm egasi ekanligini, qanaqa yuqori maqomdagi zot ekanligini bilmagan odam bilmasdan turib ta'na qilib gapirib qo'ygan, ayblab turli xil ayblovlarni, turli xil haqoratlarni aytgan odamlar ham bor. Yoki bo'lmasam bilib turibdi kimligi, lekin ichida hasadi bo'lgani uchun u kishini yomon ko'rganidan ta'na bildirgan deydi. Bu masala ham xuddi shunaqa. Imom Abu Hanifani masalan kimlardir mana iymon va amal bular boshqa narsa. Iymonli odam amal qilmasa iymoni turadi, to'g'ri. Amal qilishlik lozim, lekin kimdir amal qilmasa u iymoni ketib qolmaydi, yo gunoh qiladigan bo'lsa dindan chiqmaydi, iymonsiz bo'lib qolmaydi degan masalasini olib turib, bu amalga qarshi chiqyapti, odamlarni amal qilishdan qaytaryapti, murjiya deganlar bor. Bu ham bitta tuhmat masalan. Xuddi shu masalada agar aytadigan bo'lsak, Imom A'zam rahmatullohi alayh Fiqhul Akbar kitobida ochiq oyda aytib ketganlar. Alloh taoloning kalomi, Qur'on Alloh taoloning kalomi maxluq emasdir deganlar. To'g'ri, gapni davomida u Alloh taoloning zotidagi kalom, u maxluq emas. Chunki Alloh taolo maxluq emas. Alloh taologa oid narsalar ham maxluq bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun kalomi maxluq emas deganlar. Lekin u kalomga dalolat qiluvchi so'zni Jabroil alayhisalom Muhammad alayhisalomga olib tushdilar. Va u kitoblarga yozildi. Biz tillarimizda o'qiymiz, qalblarimizga joylaymiz. Ana bu narsalar endi harflar, o'qiyotgan tovushlarimiz bular maxluq deganlar. Bu aniq narsa. Chunki bu shaklda bo'lishligi maxluq, to'g'ri. Xudo yaratgani uchun bizda tovush yaratilyapti, u harf yozilyapti. Shu jihatdan aytganlar, bizning mushaflarimizda yozilgan holatdagi naqshlar, harflar, biz o'qiyotgan tovushlar va qalbimizga jo bo'lgan o'sha kalom, u nima bo'ladi deganlar? Maxluq bo'ladi degan. Lekin Alloh taoloning kalomi o'zining zotidagi kalom, u maxluq emas deb ochiq oydin aytganlar. Va endi kimdir shunday ayblagan bo'lishi mumkin, lekin u vaqtlardagi so'zi olinadigan ulamolar Imom Abu Hanifani qanaqa zot ekanligini yaxshi bilganlar. Abdulloh ibn Muborak ummatning eng katta namoyandalaridan biri Abdulloh ibn Muborak. Imom Abu Hanifa adashishi mumkin bo'lmagan odam deb aytardi. Chunki oldida o'zi qanaqa zot u? Oldida turgan odamlarni sanab aytganlar-da, Imom Abu Yusufdek she'riyat, arab tili, qiyos olimi Imom Muhammaddek, qiyos olimi Imom Muhammaddek fiqh, tarix sohasining ulamolari, Imom Zufardek qiyos sohasining eng katta namoyandalari, Imom Zufardek buyuk aql sohiblari Hasan ibn Ziyod, Davud To'idek Xudoga yaqin bir avliyolar yonlarida shogird bo'lib o'tirgan dedilar. Agar bu xato chiqib qolsa, shulardan bittasi to'g'rilab qo'yardi dedilar. U shuncha atrofda shuncha odamni yig'ib shular bilan maslahat qilib bir hukmni yechgan inson adashishi mumkin emas deganlar. Imom Malik rahmatullohi alayh ustunni oltin desa isbotlab beradigan odam edi deganlar. Imom Shofiy eng katta mujtahid imomlardan aytganlar. Keyingi insonlar Abu Hanifani boqimandasi ayolin deydi. Masalan, bir odam bo'lsa, boquvchi bo'lsa, katta xonadonda erkagi bo'lsa, uni bola chaqalar bo'lsa, xonadonda ular uning ayollari hisoblanadi. Olib kelgan narsani yeb ichib o'tirgan insonlar hisoblanadi. Fiqhda xuddi otadek qolganlar u kishidan bir narsa olib foydalanib, shu orqali oyoqqa turgan odamlar degan ma'nodagi gapni aytganlar Imom Shofiy rahmatullohi alayh. U zamondoshlari Sufyon Savriy deymizmi, Avzoiy boshqa zotlarni u kishi borasidagi guvohliklari endi kitoblarda shunday yozib turibdi. Bu joyda maqom sig'dirmaydigan holatda shu manoqiblarga oid kitoblarni o'qilsa, buni hammasi ma'lum bo'ladi, hammasini o'zlari o'qib bilib ko'rib olishlari mumkin. Allohu a'lam.